Agar siz yaqinda infarkt o'tkazgan bo'lsangiz, zinhor bunday odatlarni qila ko'rmang. Birinchisi, vrachning ko'rsatmasiga ko'ra dorini o'zboshimchalik bilan to'xtatish. Aytib o'tilgan vaqt muddati va vaqt soatida qabul qilishni esingizdan chiqarmasligingiz kerak. Albatta, ovqatlanishga e'tibor berishingiz kerak. Yog'li, haddan tashqari kuchli qovurilgan ovqatlardan cheklanishingiz zarur, chunki bu ovqatlar hazm qilishni qiyinlashtiradi va yurakdagi bo'layotgan ish faoliyatini zo'raytirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi, tuzli, xamirli ovqatlardan cheklanish, fast food, gazli ichimliklarni ichmaslik va albatta uyquni me'yorlashtirish. Uyqusizlik bevosita asab tizimi ruhiyatini bevosita zo'riqishiga olib kelib, yurakning faoliyatini zo'raytirib yuborishi mumkin. Og'ir yuk ko'tarmaslik va uzoq muddat ko'p yuklama qilmaslik zarur bo'ladi. Bu albatta vaqtincha o'zingizni vrachning nazorati bilan muddati qisqartiriladi. Agar yuragingizning tiklanish darajasi yaxshi bo'lsa, siz tezda o'z faoliyatingizga, sog'lom turmush holatingizga qaytasiz.